barakatuh. Ozod turida. Egilik ozod so'zidan narsani bog'lab qolib bilib ketdik. Ozod namoz vaqti yetgach aytilar. Birinchidan u namozga chaqiruv bo'lsa, ikkinchidan Xudoyni zo'rlov so'zlaridir. Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallam bir hadisida bo'lay deydi. Ozod aytuvchini ko'pmi kishi eshitsa, og'a shu qadar savob bo'ladi. Demak, ozod aytuv ulug' ibodat. Ozodda yang'irovchi so'zlarning ma'nosi da teran. Shunga ko'ra ozodni aytuv bilan tugul, onu tinglav da zo'r savob. Ozod aytuvchi muazzin deb ataladi. Xotin qizlar ozod aytmaylar. Muazzin ozod aytganda tahoratli bo'lirga tegish, ham qiblaga taba yo'nalib oyog'ini bosib turarga tegish. Shundanda birgida balga Kaşit yandan uzun barganda to'xtab ozod so'zlarini tinglab tursak, Alloh buyuk, Allohdan boshqa iloh yo'q, Muhammad Allohning rasuli, namozga oshig'iz degan so'zlarni eshitamiz. Shu mezgil ichida dünya mashaqqatlarini unutib, ozonishi ortidan shu so'zlarni qavatlab tursak da, biz ichimizga bek ko'p savob yig'amiz. Bir hadisda shunday deb aytilgan. Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallam aytadi, agarda biror kishi ozodni eshitib, onun so'zlarini qavatlab borsa, ondan so'ng ozon duosini qilsa, shu bandaning o'ga qadar qilgan barliq gunohlarida afv etilacak deyilgan. Dedi so'g'on. Ozod duosi shulay o'qiladi. اللهم رب هذه الدعوات التامات والصلاة الكائبة آتي محمد الوسيلة والفضيلة وباغاس مقام مدلي زي وغت وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف miğade. Haligi so'zlardan ma'nosi: Ey Rabbim, sen ozodning xo'jasi bo'lish Alloh. Payg'ambarimiz Muhammadga sallallohu alayhi vasallam vasila jannatni nasib etishni, qiyomat kunida borishamiz, qo'barilganda Rasulingni qo'lidan qil. Bizga da onun şefaati nasip eyle. Sen va'dalarında turuşu degan ma'noni oladi. Haligi duoda musulmonlar ozod eshitgan sayin kunida 5 martaba o'qiydi. Qur'onni Alloh taolo suyukli rasul osha indirgan. Shunga ko'ra musulmonlar har ozod sayin payg'ambarimizga eng oliy darajaga vasila jannatini so'raydi.
vasile jannatida Alloh taolo birgida kishini kirtirgan degan. Kishini kirtirdim degan. Ol odam eng to'g'ri quli bo'lashaq albatta. Har doim shu duoda bo'lishi rahmatli bandalarga Muhammad alayhissalom bir hadisida qiyomat kunida shafaat qilardi degan. Adam bolalari uchun bu ulu daraja unga erishish uchun ko'p musulmonlar bektirisha ham istab sunnat namozlar o'qiydi, ezgi amallar qiladi. Bu anglashiladi, chunki payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam shafaati qiyomat kunida taboq o'tidan qutqarg'a mumkin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.